Nega yengilmas Temur 1395-yilda Rossiya chegarasigacha kelib qaytib ketgan edi? O'sha yili sarkarda Amir Temur Rusga qarshi yurish boshladi. Bu Rus knyazliklari uchun ayanchli yakunlanishi mumkin edi. Ularning taqdirlari qil ustida qoldi. Zero jang bo'lgan taqdirda ham baribir yutqazgan bo'lardilar. Temur g'alaba qozonardi va butun Rus mulki kulga aylanardi. Mag'lub bo'lgan knyazlar Litvaga chekinardi va Rus hech qachon Rossiya imperiyasiga aylana olmagan bo'lardi. Amir Temur yoki uni Yevropada atashganidek sarkarda Temurlang Markaziy va G'arbiy Osiyoning siyosiy tarixida juda katta rol o'ynagan. Turon davlati Eron, Kavkaz, Afg'oniston, Markaziy Osiyoning ko'p qismini qamrab olgan va 4,4 million kvadrat kilometrdan ortiq maydonni egallagan. Bu ulkan davlat hududida 40 milliondan ortiq odam yashagan. Bu esa o'sha paytda dunyo aholisining naqd yarmini tashkil etardi. Askarlari Amir Temurni sevardi va hurmat qilardi. U uzoqni ko'ra oladigan rahbar va iste'dodli qo'mondon hisoblangan va yana hech qachon hissiyotga bo'ysunib qarorlar qabul qilmasdi. Barchasini oldindan hisoblab, mantiq bilan harakat qilgan. Nafaqat aqlli, balki jismonan kuchli jangchi, alb-qomat bahodir edi. Kuch bo'yicha u o'z jangchilarining ko'pini ortda qoldirardi. Jasadi qoldiqlarining genetik tahlili shuni ko'rsatadiki, Temurning bo'yi 172 sm, ya'ni o'z yoshidagi o'rtacha bo'ydan biroz balandroq bo'lib, Janubiy Sibir irqidan edi. Shunga o'xshash irq ko'pincha zamonaviy qozoqlar va qirg'izlarda uchraydi. Qizig'i shundaki, Temurning ustixoni va bosh suyagi yoshga bog'liq jiddiy o'zgarishlardan xoli bo'lgan. Biologik yoshi 68 da emas, 50 yosh atrofida edi. U o'ng oyog'idan yaralangan, shuning uchun Temurlang, ya'ni cho'loq laqabini olgan. Ammo bu Temurga umrining so'ngigacha kuchli jangchi bo'lib qolishiga to'sqinlik qila olmadi. O'sha vaqtga kelib, Moskva knyazligi achinarli ahvolda bo'lib, Rus zamini yog'li o'lja hisoblanmasdi. Shuning uchun u yerlarni bosib olish, vaqt va kuchni behuda sarflash deb qaralib, hech qachon Temurning rejalariga kirmagan. Xo'sh, nega unda Rossiyaga kelgan? Axir uning qiziqishlari, geografiyasi butunlay boshqacha bo'lgan-ku. Gap shundaki, Amir Temur To'xtamish bilan janjallashib qolgan. Dastavval Temur u bilan juda do'stona munosabatda edi. Hatto To'xtamishga Oltin O'rdani boshqarishga yordam bergan. Ammo sobiq do'st tarixda tez-tez takrorlanib turgani kabi sohibqironning ulug'vorligiga hasad qila boshladi. So'ngra qo'shin yig'ib, Temurga qarashli yerlarni talon-taroj qilishni boshladi. 1395-yilda Temur Rus yerlariga yashiringan To'xtamishning qo'shinini ta'qib qilib keldi. U sahro jangchisi edi va Rus o'rmonlarida sobiq ittifoqchisini qidirib, adashib qolishi mumkinligini yaxshi anglab turardi. Shu tufayli boshqacharoq yo'l tutdi. To'xtamish qo'shinlarini ta'qib qilish o'rniga uning jon tomiriga, Rusga zarba berishga qaror qildi. Zero To'xtamishning asosiy daromad manbai knyazlardan undiradigan o'lponi edi. Buyuk sarkarda oddiygina mulohaza yuritdi. U To'xtamishni boqib turadigan oxirni yo'q qiladi va o'z-o'zidan uning qo'shinlari tarqab ketadi yoki sobiq xonlarni tashlab Temur tomonga o'tadi. Amir Temur Rus chegaralariga 400 ming jangchi olib keldi. O'sha paytlarda butun Rus bo'ylab 2 milliondan ko'proq aholi yashardi. Qurol bilan ishlashga qobiliyati bor, tajribali jangchilar esa bir necha 10 ming edi xolos. Amir Temur shafqatsizligi bilan ham shuhrat qozongandi. U shaharlarni vayron qilib, aholisini butunlay qirib tashlagan, lekin ataylab zo'ravonlik qilmasdi. Shunchaki maqsadga erishish yo'ldagi qarshilikni yengishning yagona yo'li urush degan xulosaga kelgandi. Jang va yana jang deb qat'iy ishongan bizning afsonaviy qo'mondon. Mabodo jang boshlangan taqdirda Rus munosib javob qaytara olarmidi? 1395-yilda Rus ayanchli ahvolda edi. Ularda tatar-mo'g'ullar ustidan g'alaba qozonish tajribasi bo'lgan. To'g'rirog'i, 1380-yilda ruslar Kulikova jangida dushmanni mag'lub etgan. Ammo shundan so'ng To'xtamishdan qaqshatqich zarba qabul qilib olgan ham edilar. Bundan tashqari, Rossiyada vabo avj olib, butun boshli shahar va qishloqlarni vayron qildi. To'xtamish chaqirgan Litva knyazi Vitovt ruslarga yordamga keldi. Lekin agar litvaliklar biror yordam berishsa,
Oqibati rus knyazlariga yaxshi bo'lmasligi mumkin edi. Aynan Vitovt, Litva, Novgorod va Moskva knyazlarini boshqarib, 3 ta Slavyan davlatining yagona hukmdoriga aylandi. Va har qanday holatda ham biz Rossiyani hozirgidek qudratli tarzda hech qachon ko'rmasdik. Slavyanlarning baxtiga Turon bilan jiddiy kurashishga to'g'ri kelmadi. Temur Rizyan knyazligiga bostirib kirdi. Yelet shahrini vayron qildi va 2 hafta turgach, kutilmaganda o'z poytaxti Samarqandga qaytib ketdi. Nega unday bo'ldi? Rusni nima qutqarib qoldi? Tarixchilar aniq javob bera olishmaydi. Temurni keskin ortga qaytishga nima majbur qildi? Asosiy sabab Temurga mamlakatida qo'zg'olon boshlangani xabarini berishdi. Kichik elatlar muntazam ravishda uning boshqaruviga qarshi bosh ko'tarardilar. Lekin faqat shu sababli qo'mondon o'girilib ketishi mumkinmi? Albatta ham. Rus knyazliklari unchalik ham strategik muhim hududlar hisoblanmasdi. Mag'lubiyatga uchragan To'xtamishga nisbatan nafrat olovi ham bir muncha so'ngan edi. Hatto 10 yildan so'ng u sobiq raqibi bilan yana bemalol gaplashib o'tiradigan bo'ldi. Ikkinchi sabab nozik rus diplomatiyasi. Rusning faxri knyaz Vasiliy qo'shinlarni jangga tashlashga shoshilmadi. Aksincha, Temurga sovg'a salomlar bilan o'z elchilarini yubordi. Boshqa knyazlar ham shunday yo'l tutdi. Agar ular mudofaa maqsadida askar shaylasalar, albatta bu Temurning qitiq patiga tegish bo'lar edi. Keyin esa Temur barcha knyazliklarni yer bilan yakson qilardi. Bu holatda esa janjalsiz, muammo keltirib chiqarmasdan sovg'alarni olishdi-yu ketishdi. Ruslarning Temur va To'xtamish o'rtasidagi munosabatlarga aloqasi yo'q. U holda Samarqandda davlat ishlari bilan band bo'lish o'rniga ruslar bilan urushib yurishdan ne naf? Nima deb o'ylaysiz? Taxminimizda mantiq bormi? Albatta. Shu yerda pravoslav nasroniylar 3-dalilni qo'shadilar. 1395-yil 26-avgustda Temur orqaga qaytishiga sabab qilib, muqaddas Vladimir xochi tasviri Moskvaga keltirilganini ko'rsatadilar. Ushbu xoch Vizantiyadan sovg'a bo'lib, evangelist Luka qaydlari asosida chizilgan va o'shandan beri mo'jizaviy xoch sifatida hurmatga sazovor. Yana uni Moskvaning homiysi deb hisoblaydilar. Hozirda bu xoch Tritikov galereyasi qoshidagi muzeyda saqlanadi. Xoch olib kelindi va darhol sulh tuzildi. Tasodifmi? Bo'lishi mumkin. Lekin aynan shunday tasodiflar sayyoramizdagi eng ulkan davlatning shakllanishiga olib keldi. Bu borada siz nima deb o'ylaysiz? O'z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ekspert Mediaga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu kanal rivojida muhim ahamiyatga ega. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Ko'rishguncha do'stlar.